Salom do'stlar. Hammangizga salomlar bo'lsin. Sizlar bilan Java Minecraft. Barchangizni e'tiboringizga Galen va Nether aslahalar kiygan zombilarni taqdim etamiz. Ular zombilar emas, zombilarning bolalari. Barchangiz bilganingizdek, katta zombilardan ko'ra zombilarning bolalari ancha kuchliroq va boshqalardan ko'ra yaxshiroq. Shu uchun ularni jam qilamiz. Hoy. Ketdi. Urush. Urushlaydi. Nahotki temir golemi yutqazdi. Ular qamab qo'ymasak, o'zimizni ham o'ldirib olish mumkin. Yaramaz zombichalardan chiqadi. Do'stlar, sizlarga aytib o'taman, men barchangiz ko'rib turganingizdek telefonda o'ynayman. Kimda kim savol bo'lsa, telefonda o'ynash borasida qanday o'ynaladi, ba'zi bir savollar bo'lsa, bemalol so'ranglar. Men anchadan beri o'ynayman, opit, tajriba bor barchasida. Nima qilish bo'yicha hammasidan bu. Xohlaganingizni tushuntirib beraman. Komment qoldiringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Endi navbat keyingisiga o'tamiz hozir. Navbat qorli golemlarga qarshi zombi bolalar. Davay, jang boshlaymiz. Nahotki bir zarbada yana bittasini o'zidan berib o'rotdi. Ay, bu zombilar kuchli chiqdi. Keyingisiga o'tamiz. Qani go davom etamiz. Endi temir golemga qarshi Nether kiyim kiygan Nether qilichli skeletonlar. Davay, olg'a. Olg'a bo'ldi. Ketib qolish bilmas. Jangsiz taslim bo'lish yo'q. Bittasi yutqazuvchi. Davay, bo'ldi, davay. Gaz. Chiqinglar. Joni kelmaydi, davay. Temir golem mag'lub bo'ldi. Qani ikkitasiga qarshi, davay. Yana bitta. Jang qizyapti, davay. Obuna bo'lishni unutmaymiz. Yaxshi, bitta qoldi, sen o'tiraysan, ishonamiz. Davay. Yaxshi. Ikkita golemga qarshi 4 ta Netherda aslaha qilishli skeleton. Bu mening qo'limda vafot etadi. Joni normali ko'p bo'lar ekanligi. Ham edim. Keyingisiga o'tamiz. Bar miyasi yo'q. Miyanchiga suyak.
Do'stlar, o'yinda kuchukka qarshi ikkita skeleton. Давай, gaz. Давай. Давай, bolalar. Urishinglar. Do'qim bermanglar, давай. Ha, kishilar ishonamasizlar, itlar. Senga ham kerak. Bas. Itlar yutmaguncha qo'ymayman. To'shani ham sindirib yuborishdi. O, bittasi keldi. Yaxshi. Bollar o'ldirishdi. Молодец. Keyingisi o'tamiz bollar. Endi Blazerga qarshi 4 ta golem. Temir golem. Golemlar jangga tayyor. Blazerlar. Jang boshlandi. Что-то Blazerlar ketdi. 4 ta kuchlar yetmagan bo'lsa. Mana ko'ra olamiz. Tentak yaltiroq boshlari bo'lsa kuch yetmaydi. Yaxshi, bundan keyingisi o'tamiz yana. Keyingi videoni shu yerda to'xtatamiz. Keyingisi uchdan oldin ikkinchi qism chiqishini xohlaydiganlar bo'lsa like, kommentga obzorni yozamiz, obuna bo'lishingizdan chiqmasin.